hech qachon birovni aybini gapirishga yo'l tursin, birovni aybini o'ylashga ham hatto vaqt bo'lmagan bo'ladi. O'zini g'amini o'tirgan bo'ladi. Rak bo'lib to'shagida yotgan odam deydi, taqismoniy. Tumov bo'lib burni oqqan odam hech qachon gapirmaydi deydi. O'zi o'lim to'shagida yotgan odam birovni tumov bo'lib, g'ib bo'lib burni oqib o'tirganini gapirmaydi deydi. Sen o'zing nima balo gunohlarni qilganingni yaxshi bilasan, birov qilib gapirib nima qilasan deydi. Men deydi bir marta deydi ammamni qorni og'rib qoldi. Juda qiziq. Men Taqiy Usmoniyman deydi. Lekin ammam otamdan menga qolgan xotiram bor deydi. Men qana katta odam bo'lsam ham deydi, ammam o'zim doktorga olib, ammamni ko'ngilini olay deb doktorga olib ketdim. To'xtasi voy qornim ketyapti deydi. Keyin gospitalga deydi. Gospitalda bir nimasida etajdan deydi, liftga o'tirib chiqib turib deydi. Ikkinchi etajda deydi, bir kasalni olib kelishdi lift ichiga deydi. Badani vujudi hammasi yonib ketibdi deydi. Hech qaysi salomat emas deydi. Joni bor xalos deydi. Shunchalik deydi. Endi bir etajga olib chiqib, olib tushib ketishdi. Biz ham tepada etajga yetishimiz kerak deydi. Endi ammamni haligini ibrat qilib ko'rsatmoqchiman deydi. Amma, voy qani ertalabdan beri qonun deysiz-a. Qarang, sizdan ko'ra katta dardli o'shaga olimlar bor. Sen amallar deyapti. O'g'lim o'sha odamni qon olib turganmi dedi. Shunday ular yana o'zi bir katta mutoala hech qanday birov gapirib ishi bo'lmas ekan deydi. Sen deydi o'zingning gunohingni bilmaysan-da deydi. O'zingni kasal deb hisoblamaysan sen deydi. O'shaning birovlar kasalga gapirib yuraverasan sen deydi.